Davron aka atrofimda ko'p odam biznes qilaman deydi, lekin aksariyati muvaffaqiyatsiz tugaydi. Biznes boshlashdan oldin odam o'zida qanday ko'nikmalar, mentalitet shakllantirish kerak? Statistikaga qaraganda o'rtacha yaxshi pul topadigan insonlar biznesmenlar emas, mutaxassislar. Oyga 10 ming, 15 ming topadigan juda ko'p mutaxassis taniyman. Juda ko'p mutaxassis taniyman. Oyga 3 ming ham topmaydigan juda ko'p tadbirkor taniyman. Mutaxassislik bilan tadbirkorlikni solishtirsangiz, mutaxassislikni bitta minusi bor tadbirkorlikning oldida, cheklangan pul kirimi. Ya'ni tadbirkor 1 milliard dollar ham topishi mumkin. To'g'rimi? Bozor ko'tarsa 1 milliard dollar ham topadi. Mutaxassis topolmaydi. Lekin birinchi 10 ming, 15 minggacha, oyiga birinchi 10 minggacha mutaxassis tezroq yetib boradi. Tadbirkorlarning katta qismi yetib boradi. Ya'ni tanlov shu yerda. Shaxsan men mutaxassislikni tanlayman. Men ham mutaxassisman, ham tadbirkorman, lekin shaxsan menga qo'yib bersanglar, men undan ko'ra bitta yaxshi zo'r kasb egallab, shuni daromadimni qilib yurganim yaxshiroq. Mani mindsetim shunaqa ishlaydi. Nimaga? Chunki biznesda hech qanaqa mana ko'pchiligi aksariyati muvaffaqiyatsiz tugaydi deyapsiz. Biznes o'zi aksariyati muvaffaqiyatsiz tugaydi. Biznes shunaqa narsa. O'zi aksariyat ishi tagi muvaffaqiyatsizlik bilan tugaydi. Hayot shunaqada, boshqa iloji yo'q. Nima deydi? Almashinuvchi faktorlar hech kim ko'p. Nimadir boshlaysiz, qilasiz, bilmaysiz. Men misol uchun mana onlayn kurslardan oldin 2019-yilda o'quv markazi ochganmiz. O'quv markazim birinchi bo'lib meni muvaffaqiyatli qilgan ishim bo'lganda. Bundan oldin kiyim do'kon ochganman, sport do'kon ochganman, oziq-ovqat do'kon ochganman, lavashxona ochmoqchi bo'lganman, pizzeriya, bowling ochmoqchi bo'lganman. Sovun sotganmiz. Atir hech narsa o'xshamagan. Hech narsa. Hamma narsa bankrot bo'ldi. Bilaman, 9 ta 10 ta ish dabdala bo'lgandan so'nggina nimadir o'xshaganman. Ya'ni jarayon shunaqada. Tadbirkor bo'lsangiz shu narsaga tayyor turishingiz kerak. O'rtacha mana Ali Tamasev bu Super Founders degan kitobini ko'rsanglar ham, birinchi katta biznesini boshlashdan oldin tadbirkorlarning katta qismi 7 tami 8 ta biznesi fail qiladi. Ya'ni bundan oldin 7 ta 8 ta biznesi o'xshamasdan keladi shu yergacha. Keyin qanaqadir katta ish boshlanadi. Bundan mustasnolar bor, lekin ular kam. Mustasnoman deb o'ylamayman hech qachon. Shuning uchun biznes qilish emas, men ko'pincha bitta yaxshi bitta kasb egallab, shu kasb orqali o'zimni hayotimni tiklashni o'ylab qolardim. Shu menga ancha osonroq, shu menga yaxshiroq va shu tezroq qilsa bo'ladigan narsa. Sizga bepul sovg'alarim bor. Sovg'alarni olish uchun shunchaki pastga holiga o'tsangiz bo'ladi. Qanaqa sovg'alar? Asosiy masala uyquni qanday to'g'irlash, ya'ni energiya uchun. Qanday qilib rejalashtirishingizni joy-joyiga qo'yib ishlaringizni rejalashtirishingiz mumkin. Qanday qilib pomidor usulini ishlatish orqali vaqtingizni taqsimlab konsentratsiya, ya'ni diqqatingizni kuchaytirishingiz mumkin. Qanday qilib dangasaligingizni yengishingiz mumkin va hokazo ko'plab turli xil bepul video darslar mani o'zimni shaxsiy Davronbek Turdiev jamiyati degan bepul Telegram kanalimda bor. Kanalga qo'shish uchun shuni videoni tagiga o'tsangiz bo'ladi yoki izohlarga qistirib qo'ygan bo'laman. Havolaga o'tib bemalol mana shu narsalarni ko'rib o'zingizni intizomingizni rivojlantirishingiz mumkin. Sog' bo'ling, omon bo'ling, men rivojlantiring. Paka.